Hello everyone. Bilaman, hozir kitob ochish dunyodagi eng qiyin ish deb tuyuladi. Balki charchagandirsiz, balki shartmi shu deb o'ylayotgandirsiz. Lekin bir daqiqa to'xting. Siz bugun o'rganayotgan har bir sahifa, yozayotgan har bir formulangiz bu shunchaki dars emas. Bu sizning kelajakdagi erkinligingiz. Bugun dars qilishdan qochsangiz, ertaga tanlov imkoniyatingiz kamayadi. Bugun o'zingizni majburlab stolga o'tirsangiz, ertaga o'zingiz xohlagan hayotda yashaysiz. Muvaffaqiyat bu bir kunda keladigan mo'jiza emas. Bu har kuni, hamma uxlab yotganida yoki dam olayotganida sizni kitob ustida qilgan mehnatlaringiz yig'indisidir. Hozir telefonni chetga qo'ying, faqat 25 daqiqa dars qiling. Atigi 25 daqiqa